Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qadrli din qardoshlar. Biz sizin bilan kundalik zikrlar yig'inini davom etamiz. Haligi zikr shu kunda Alloh taolo to'g'risida bo'lishaq, ya'ni Alloh taoloni ulug'lov bo'yicha, Alloh taoloni isga tushirish bo'yicha zikr. Nindi u zikr jamoat arabchasini aytamiz. La ilaha illalloh rabbul arshil azim. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. طبعا ده بتقوى هيتم جماعات. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. مغنى سنده قاهيك مختم جماعات. Ma'nosida ihanaga kerak. Ulug' ham halim bo'lgan Allohdan boshqa iloh yo'q. Ulug' g'ashning Robbisi bo'lgan Allohdan boshqa iloh yo'q. Ko'klarning, yerning ham hurmatli kursining Robbisi Allohdan boshqa iloh yo'q. Shunday so'zlar jamoat ishtirakli so'zlar. Şu an bilsek, anlasak, şundan da Allah Teala Rabbimiz başımızı yarattı. Hatta bu dünyanın da, köklerini de, yerlerini de Allah Teala özü yarattı. Hem Allah Teala bu dünyada da bizni kaldırmasaydı, kilesi dünyada da mümin, Müslüman bulurga nasip etseydi inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.